Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar bilan Uzbek MMA kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda har doimgidek UFC va MMA olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Uzbek MMA kanali oilasi a'zosiga aylangan har bir kishi biz uchun juda ham muhim. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, biz bugungi dasturimizni boshladik. UFC jangchisi Hamzat Borchimayev Belal Muhammad haqida fikr bildirdi. U avval meni musulmon birodar deb atagandi. Keyin esa men bilan jang qilmoqchi ekanini aytdi. Nega men unga hurmat bilan munosabatda bo'lishim kerak? Menga rostgo'y odamlar yoqadi, soxtalari emas. Agar sen meni birodar deb atayotgan bo'lsang, shunga mos harakat qil deb yozdi Hamzat Chimayev ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida. UFC 315 turnirining asosiy jangiga umuman e'tibor bermagan ikkita vazn toifasida sobiq UFC chempioni Conor McGregor oqshomning ikkinchi muhim jangi haqida fikr bildirdi. Irlandiyalik aralash yakka kurash ustasi ushbu jangda eng yengil vazn toifasida fransiyalik Manon Fiorga ustidan g'alaba qozonib, chempionlik kamarini muvaffaqiyatli himoya qilgan Valentina Shevchenkoga tavsif berdi. Valentina Shevchenkoning o'qi o'ta g'ayritabiiy, ajoyib jangchi ayol. Men uchun u tarixdagi eng buyuk jangchi ayol. U o'z laqabini oqlaydi. U qurolga mukkasidan ketgan deb yozdi irlandiyalik ijtimoiy tarmoqlardagi Valentina ishtirokidagi bir nechta videolar, jumladan uning tirda o'q uzganini qo'yib. Ma'lumot uchun aytib o'taman do'stlar, 5 raund to'liq davom etgan jangda, chempionlik jangida Shevchenko da'vogar Fiori hakamlarining yaqtin qarori bilan mag'lub etgandi. Uchala hakam ham bir ovozdan 48-47 hisobida g'alabani Qirg'iz Respublikasi vakiliga bergandi. Tarixda ilk bor ikki o'zbek UFC jangchisi bir oqshomda o'z janglarini o'tkazadigan bo'ldi. Ramazon Temirovdan keyin Bogdan Guskovning ham 26-iyul kuni UFC Abu Dhabi turniri kartida jang o'tkazishi ma'lum bo'ldi. Yarim og'ir vazndagi aralash yakka kurash ustamiz shu kuni rossiyalik 33 yoshli Nikita Krylovga qarshi oktagonga chiqadi. Krylov aprel oyida 2 yillik tanaffusdan so'ng oktagonga qaytgan va biroz kutilmaganda birinchi raundning o'zida nokaut evaziga Dominik Reysga imkoniyatni boy berib qo'ygandi. Nikita bu mag'lubiyatiga qadar 3 ta jangda g'alaba qozonganda. Angrenlik 32 yoshli Bogdan Guskov esa 3 ta g'alabali seriya bilan kelmoqda. O'zining debyut jangida tajribali Volkan Ozdemirga yutqazgan hamyurtimiz keyin Zek Pauga va Ryan Spen ustidan nokaut evaziga g'alaba qozondi. Billy Elakini esa Gilontino uslubi bilan mag'lub etgandi. Ayni paytda Nikita Krylov UFC yarim og'ir vazn toifasi reytingida 10-o'rinni, Guskov esa 14-o'rinda egallab turibdi. Qadrli do'stlar, albatta hamyurtlarimiz Ramazon Temirov va Bogdan Guskovga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, olg'a Bogdan, olg'a Ramazon deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Va qadrli do'stlar, hamyurtlarimizning jangini jonli efirda tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, sizlarga maxsus Telegram kanalimizni tavsiya qilaman. Telegram kanalimiz silkasini kommentariyada qoldirdim. O'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, hamyurtimiz Ramazon Temirov va Bogdan Guskovning janglarini jonli efirda birgalikda mazza qilib tomosha qilamiz do'stlar. Hoziroq o'tib qo'yinglar, pastda kommentariyada qoldirdim silkani. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Uzbek MMA kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.